şimdi yok, hem pazarlardan setilmaydigan özgüçe bir may pişiriq elip geldim. Mışında optan pişiriqlarga xapolmay bir yüreklerini aymay bir vesanlacımı. Henemizde başlap kettik. Aldı bilen sütümüzni koyup alamiz. Bunun üstüge su meyimizni silip alamiz. Aslında bunun seriq may işletdik. Uyanlarda qilishga asan bolsun, qolaylik olsun deb men su may işletdim. Üstüge şekerimizni silip alamiz. Ximiy turşimizni silip alamiz. Tuxumimizni qo'yib olib, o'sha undan boshqa materiallarning hammani silib qo'limizda yaxshi aralashtirib olamiz. Mana hamishda aralashib bo'lgandan keyin unimizni silib yug'urib olamiz. Buning ta'mi bek yeyishlik chiqadi. Mayli uyanlarda etib yesanlarmi va yoki tovoq qilsanlarmi bek mos keladi jumu. Shunchalik payzi. Mana xamirimizni yug'urib oldik. Yug'urib bo'lgan xamirimizni suv may bilan ast üstüne maylab qo'yib qo'yamiz. Mana maylab hamda bo'ldirishib qo'yib qo'yamiz. Taxminan 40 minut deb jo'rtib qo'yib qo'yamiz. Mana xamirimizmi tayyor bo'ldi. Va qaranglar shunchalik obdan bo'pti. Hamda buni zuvul qilib olamiz. Hamda har bir xamirimizni yanaq cho'nliqda zuvul qilib olsak bo'ladi. Men har bir tal xamirning ostiga shu may qog'ozni tüchchas kesib qo'yib oldim, siz ko'rib turgandek. Eli mayga silishga asan bo'lsin deb. Sizning uyanlarda bo'z qilsanlarmi bo'ladi, bo'lmasa Müşkü ijodiyanın üstüge lam qo'ysanlar bo'laverdi jum. Mana zul qilgan xamirimizni mishta hashu yepib tindirib olamiz. Endi biz mayni qo'yib olsak bo'ldi qozonga. May qizib bo'lg'ichi bumu tinib tayyor bo'ladi. Mana suv mayni qo'yib qizitib olsak bo'ladi, mana. Bak qizib ketmasin. Qo'limizni mundaroq tanlagan vaqtida bak qiziq holatga kelmas vaqtida demak 50% qizgan vaqtida sasak bo'ladi. Bak qizib ketsa tishi qirdab ketib, ichi pishmay qoladi xamirimizning. Mana meyimiz bu tayyor bo'pti. Mana o'ttirim kichikkinam qo'limizni fatirib oliblam, selib olamiz mayga. Buning meyi qizib ketsa qat'iy bo'lmaydi. Mana buni asta o't pishiramiz. Bu shunchalik payz chiqadi, O'tni bek moyumjumu, bek moyum, bek qiziq o't qisab qo'ymanglar, arisi pishmaydi mana. Shunda asta o't pishiramiz buni. Qaranglar, mana mishta pomchuklarni ko'rib baqmagan bo'g'aytinglar. Veshi payzmi buning ta'mi. Hali gullisam taxmi chiroyli bo'lib ketadi. Mana bu pishgan vaqtida shunda yengil holatda bo'ladi, Mana qiziq vaqtida ham tanfonga mishta milib olamiz. Agar tatliqni yaxshi ko'rmaydim deganlar qilmasanglarmi bo'ladi. Biroq bu tanfon qilgandan keyin bek sifatlik, bek chiroyli chiqadi, Mana endi buning o'ttirig'i bir tal mayni qo'yib qo'yamiz. Bu nim deganni chiroyli. Mana pomchuklarimiz tayyor bo'ldi. Bu pomchukimiz Yevropa davlatlarida naytanga bek moda bo'layotgan bir yemeklik. Aqlli do'stlarimiz aqcham bir qarablar o'rganib oldinglar. Men yana davomli mishta payz pishiriqlarni o'rgatib turaman. Esinglarda bo'lsin, yangi yaxshi yo'nallarning hammasi shajarda.